Sayyoramiz allaqachon asta-sekinlik bilan yorilib bormoqda. Dunyomizda yana bir ulkan tektonik yoriq paydo bo'ldi. Uning o'lchami yuzlab kilometrga teng. Guvohlar tomonidan olingan tasvirlar va sun'iy yo'ldosh suratlari shuni anglatadiki, bu yoriqning uzunligi hatto 510 kilometrga yetishi mumkin. Bu ulkan yoriq Tailandda sodir bo'lgan kuchli zilziladan so'ng darhol yuzaga kelgan. Endi esa Turkiyaga nazar solaylik. Bir necha yil oldin u yerda ham xuddi shunday kuchdagi zilzila ro'y bergan edi. U yerda hosil bo'lgan yoriq 200 metrga cho'zilgan va chuqurligi 30 metrgacha yetgan. Yoriqqa yaqin yashovchi odamlar tunda kuchli gumburlash eshitganliklarini aytishgan. Ertalab uylardan chiqqanlarida esa dalaning ikki qismga ajralganini ko'rishgan. Biroq eng yirik yoriqlardan biri Kaliforniyada joylashgan. Uning uzunligi 1200 kilometrga yetadi va chuqurligi esa aql bovar qilmas darajadagi 25 kilometrgacha. Eng katta tektonik faollik zonalaridan biri esa Afrika. Olimlar allaqachon yaqin kelajakda qit'a ikki alohida qit'aga ajralib chiqishini taxmin qilishmoqda.